Shoshilinch ogohlantirish. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosib, ushbu videoni tarqatib yuboring. O'zbekistonga juda issiq havo oqimlari kirib kelmoqda. Mutaxassislar aholidan kunning eng issiq vaqtlarida ochiq havoda uzoq qolmaslik, ko'proq suyuqlik iste'mol qilishi hamda zarurat bo'lmasa tashqariga chiqmaslikni tavsiya qilmoqda. 13-17 iyul kunlari O'zbekiston hududiga janubiy tomondan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. Ma'lum qilinishicha, eng issiq kunlar respublika hududining katta qismida havo harorati 41-43 darajagacha ko'tariladi. Shimolda va janubiy cho'l hududlarida esa harorat 44-46 darajaga yetishi kutilmoqda. Shuningdek, ayrim joylarda shamol tezligi sekundiga 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Ushbu kunlari yoshlarni va keksalarni ko'chaga chiqarmaslikni tavsiya qilamiz. O'zingiz va oilangizni asrang.